nandiki ni. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ne. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Nening beshidan ulindigan shakli. Misol nag'ra. Nening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol kipinak. Nening oyog'idan ulindigan shakli. Misol tiyin. Nening ayrim shakli. Misol qo'g'in. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Nag'ra ni harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kipinak ni harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Tiyin ni harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'g'in ni harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ni, a, na, nan, a, na, ana.